Hozir mana yangi O'zbekistondagi obyektimizdan xabaringlar bor. Bu imoratni ikkinchi qavatini ham quramiz, lekin yo'lida asosiy bu imorat bilan bu imorat bir-biridan avtonom bo'lgan holatda qurilyapti. Endi bu imoratimizning pochevasi yumshoq, ya'ni grunt tagida yaqin masofadan suv chiqqanligi uchun polniy trambovka qilib shebin tashadik va karkas to'qiganmiz. 12 li armaturadan karkas to'qisa bo'lacham dastatishni bo'ladi bu narsa. Karkasni yerdan 7-8 sm ko'targanmiz. Endi kolonnamizga 4 ta burchagidan 18 li, o'rtasidan 16 li armatura berganmiz. Mana shu holatda uzmasdan turib, mana bunaqa holat bo'lishi kerak. To'g'ri, bu yerga kolonnani karkasi podushkani karkasini ustida bo'ladi, lekin bundan oldingi videolarimda, vodnikdagi videoyimda tegi monolitniy plita bo'lganligi uchun men kolonnani karkasini podushkani karkasini tagiga qo'yganman. Sababi tagida betoni bor edi. Lekin bunaqa holatlarda kolonnani karkasi podushkani karkasini ustida bo'lishi kerak. Mana shunaqasiga to'liq uzmagan holda ko'tarib ketamiz. Endi yana bitta narsa, kimdir savol beribdi. Imoratimiz oldida zaxva joyi bor. Iloji bo'lsa zaxva joyiga hech narsa qurmaganinglar ma'qul, chunki u baribir davlatniki hisoblanadi. Sizlar uni qanchalik mehr berganinglar bilan u baribir davlatning yeri hisoblanganligi uchun unda sizlarning haqqinglar yo'q. Kadastr bo'yicha yeringlar qanaqa bo'lsa, o'sha yerga imorat qurganinglar yaxshi. Salomat bo'linglar.